Bu yilgi mavsumda baribir eng maza qiladigan joyi Piskent avtodrom bo'ldi, menimcha. U Xudo xolasa pochchani katta to'ylan, pochchani. Xudo xolasa. U niyat Allohdan ekan aka. To'g'risini aytsam, o'tda kichkina to'yda buni oson solmaganman-da. Nurkem polvon Baskimarimizga Toshkent gvardiyasidan ijozat egamizning lazer motor bilan Nurkem polvon Baskimarimizga to'yga havsoylar. Allohim beraman desa niyating toza bo'lsa, taka o'zi keldi. Qiynalmasdan soldim. Allohim berdi. Birinchisiga o'zi rozi edim. Ikkinchisini ol senga xudo bolam dedi. Ol dedi. Ol qo'lim dedi, berdi. Ol qo'lim dedi. Hamma joyda birdek chopib, o'zini yaqinlari, muxlislarini, otbozlarni ishonchini oqlagan Nurkem polvon. Piskent avtodromda lazer bilan 2 marra qilganlar, bitta eslab o'tdik. Bugun Nurkem polvondan ikkita biyalarni zo'rini sotuvga qo'yganmiz. Polvon bularni endi bitta tanishtirib o'tamiz. Mashinadan boshlaymiz, to'g'ri biyadan. Bular xudo xolasa o'zim yaxshi niyatda yiqqanman bularni. Seleksiya boshlagan niyatda, endi bir ish boshlaganmiz, sezon to'xtadi hozir. Hamma ham tirikchilikda, hamma to'g'ri tushunadi. To'g'ri. Bitta narsa aytsam, endi hozir ijtimoiy tarmoq rivojlandi aka. Akaxonlar bor. Aka ko'ring, oling desam olib qo'yishadi. Bir xalqqa tashiylik dedimda. To'g'risi, bir ko'rsin, yaxshi narsa, ma'qul bo'lsa ishqibozlar olsin. O'sha akaxonlar ham sizlarni kuzatadi-da. Ko'rsa, ukam deb telefon qilsa, u xafa qilmaymiz hech kimni. Xudo xolasa bu biyamiz 3 tuqqan deb olganman. Qozog'istondan olib kelganman. 4-qoringa hozir bo'g'oz tatandan o'sha 7 ta tuyaga solgan Zomin Oqtoshda 7 ta tuyaga solgan tatandan bo'g'oz. Omon bo'lsin, yangi bozor Chirchiqdan Erginaga suv ochdi. Tatar nomlari bilan 7 ta tuya tatanida Erginaga suv ochdi, tatani bilan to'xtatgan videolari hamma spot dalili bor. Bo'yi urumin qo'yib o'lchamaganman. Chamali 170 plus 170 atrofi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. O'zim yoqtirib borib tanlab yaxshi pulga olib kelganman. To'g'ri biyani narxini yetib ketadigan bo'lsak, narxini ishaladigan, keladigan, ketadigan qilib siraz 5,5 ming qo'yibman buni. Bolasi erkak, 1,5 oy, 1,5 oylik qulun. Bolasi. To'xtaganiga 10 kun bo'ldi. Ikkinchi biyamiz bu 3 ta tuqqan. Bu biyamni juda qalbdan joy olgan biya edi o'zi. Yaxshi niyatdan qilib olib keldim. Juda yuvosh, minga desang minga. Biyam o'sha tatandan to'xtatgan. Bu biyamizni Xudo xolasa sira sotiladigan qilib, sherzaka. U savdogar emasman-da. Savdogar bo'lsam bozorga borib tirikchiligim qilardim. Shunaqa. Bo'ladigan qilib 4,5 ming qo'yibman. 4,5 ming. Yana qolgan ma'lumotlarni Nurkem polvonning o'zlaridan to'liqligicha eshitasizlar. Bu uchun pastda telefon raqam qoldiraman. Nurkem polvonning o'zlarini telefon nomerlarini ishqibozlari aloqaga chiqaverasizlar.